Meclis katılımcıları Gedek'teki Agrarbankimizin tadbirkarlarının sizlerle uçraşığı. Bugünkü prezident tarafından tadbirkarlarga özünüz bilen etken fuqarolarga qo'shimcha daromad topish uchun bir qancha yengilliklar bank tarafından qo'shimcha produktlar ishlab chiqilyapti. Ular aytib o'tamiz, birinchi кезекте жұмыссыз fuqarolarga aylaviy tadbirkorlik, ya'ni shaharatni rivojlantirish uchun mahallalarga 17,5%dan ağır mahallelerge 12%dan kreditler ajratılmakta. O neyse 4 yıl müddetçe verildi. Neyse 10 milyon kaşık plastik karası verildi. 10 milyon yukarısı 100 milyon kaşık pul ötkürü rolmenin verildi. 17,5%dan şu neyse müddeti 4 yıl müddetçe verildi. Bundan tışkar bizler Agrarbankimiz tarafından mahalla layıkası, ondan keyin bizneske birinchi qadam hem bizneske kömekten kreditlerimiz var. Ular plastik karta sap verildi. Buların payızı 25%dan bo'ladi. Ular maqsadda ishlatiladi. Ya'ni ular o'zini qandaydir yuzini boshlayman desa, tadbirkorligin o pul o'tkazib bo'lmaydi. 25%dan plastik karta o'tkazib beradi. Mahalla loyihasi kredit 100 millionga chiqib beradi. 5 yil muddatga, 2 yil imtiyozli bo'lmaydi. Bizneske birinchi qadamda kredit 5 millionga chiqib beradi 1 yil muddatga. Bizneske ko'makdan kreditlar 17 millionga chiqib beradi. 4 yil muddatga 25%dan plastik karta o'tkazib beradi. Bundan çıkarıp aldın aylaviy tadbirkorlikdan kredit alıp tadbirkorning başlap bugungi kunda rivojlangan emas, ishlab o'tgan klientlar bo'lgan bo'lsa, mijozlar solarga prezidentimizning 312 son qarori bor. 312 son qarori degan 100 millionga chiqib залогsiz sug'urta bilan 100 milliondan a'g'ar 300 millionga chiqib likvidli ma'muriy kredit tikarında kredit ajratamiz. O pul o'tkazish yo'li bo'ladi. Bundan başqa da жұмыс істейтін fuqarolar bo'lsa da plastik kartını mikroqarz, ipoteka kredit kartalar bankimizlardan aşıp o'tirdi.